Assalomu alaykum o'zbek zabon YouTube ahli, mana onlayn sayohatchilarim, mana onlayn travelchilarim. Bugun sizlarga YouTube orqali zo'r bitta vlog olib berishga harakat qilmoqchiman, chunki bilasizlar, anchadan beri YouTube'da olmayapti video. Endi sizlarga YouTube'da mazza qilib ko'ringlar, prямо uyda oila davrasida choy qo'yib qo'yib mazza qilib ko'ringlar deb sizlarga olyapman. Xullas, bugungi sayohatimiz Finlandiyada boshladik. Finlandiyadagi nima edi oti? Rovememe, xullas mana shu yozib qo'yganman. Mana shu joyga keldik o'rtoqlar. Xudo xolisa sayohatni shu yerdan boshlaymiz. Ishonsanglar, gapiryapman, qo'llarim muzlab qoldi, og'zim ham ishlamayapti. Zo'rg'a gapiryapman, chunki -25 daraja sovuqda turib gapiryapman sizlarga. Biz bo'lsa sayohatni davom etamiz. Maza qilib bu yog'iga ko'ringlar. Uyga joylashib oldik. Uyga video rasmini hozir pastda ko'rsataman. Lekin hozir sizlar bilan ish qilib birato'la gaplashmoqchimiz. Biz bilan shunaqa xabarlarni olib yuramiz-da. Bunaqa narsalar O'zbekistondan go'sht, qazi baribir o'zbekimiz qayerga bormasa ham qazi bilan boramiz. Keyin ko'pchilik chet eldachi mana shunaqa qazini o'tkazmaydi deyshadi-da. Nimaga o'tkazmaydi? E'tibor beringlar. Mana shunaqa agar upakovni cho'tki qilib upakovka qilingan bo'lsa, bunaqa litsenziyalari yozilgan hamma narsasi bilan markirovkalari bor bo'lsa, ko'p davlatlarda o'tkazadi. O'zimizning sodda, jaydari hech qanaqa etiketkasiz bezdokument, beznechoq bo'lsa, unda o'tkazmasligi mumkin o'rtoq. Keyin Yevropani bitta narsasi zo'rda. Qaranglar, olib kelib ko'rsatdi. Mana shunaqalarni maza qilib sotib olib yesanglar bo'ladi. Endi baribir Norvegiya, Finlandiya, bu yoq tepa tomonlar Shvetsiya baliqlarga, sovuq suvda o'sadigan baliqlarga rosa usta bo'ladi. Bu olgan uyimiz, qaranglar, 20 kvadratga qanaqa sig'dirgan buni deysizlar-da, stol. Qoyil finlandiyaliklarga mana bitta o'zligi yashashadi. Bu bo'lsa o'rmon hovliligi. Mana bu yerda polniy o'rmon ekanda. Qoyilman bilan joylashtirganiga hatto oshxonasi bor. Mana bu yerda sanuzel borda, sanuzelning orqasida даже sauna ham bor. Travelchilar, lekin qoyil qolish kerak bularni 20 kvadratga sig'dirganni. Yana bitta narsani inobatga olinglar. Shunaqa uy izolyatsiya qilinganki, tashqarida -35, ichkarini konditsioner bilan isityapmiz. Endi ozgina biz suv mamlakatdan kelganmiz, biz chidolmaymiz deb aytdim uy egalariga. Menga обогревательlarni olib kelib berdi. Обогревательni ham yoqib qo'ydik. Kechasi bilan shuni o'zida normalniy suv bo'ldi. To'g'ri, saunani ham yoqib berdi. Sauna ham juda ham issiq, maza qilib kirsanglar bo'ladi. O'zi Finlandiyadagi saunalar soni butun dunyodagi saunalar soni bilan deyarli teng deb aytishadi. Xullas, endi biz O'zbekistondan olib kelgan mahsulotlarimiz bilan bu yerdan sotib olganlarimiz ham bor. Zavtrak qilib olamiz. Mana bitta bo'lsa, mana doim o'zim bilan olib yuraman mana. Kecha ko'rsatdim o'shalarni mana. Xudo xolasa, endi bitta zavtrakka bodri qilib olamizda, sayohatda davom etamiz. Travelchilar. Bu mana biz yashayotgan uy. Mana shu uyda yashayapmiz. Bu yoq tomoniga oynasi qaragan. Mana bo'lsa, egasining o'zining uyi. Buni biz uchun alohida, mehmon keluvchilar uchun alohida qilib qo'ygan uyi. Juda ham shinam, kichkina bo'lsa ham issiqqina. Mana bunaqa boshqalar ham qilib qo'ygan ekan, ko'rib turganinglardek. Juda ham yaxshi. Endi bo'lsa safarni davom etamiz. Yo'lchilar tushunishingiz uchun qaranglar. -33.5 ketyapmiz. Santa Claus bog'imi, shunaqa joyga ketyapmiz. Laplandiya. Davom etamiz. Travelchilar, Santa Claus Village'ga keldik. Endi bu yoqda hamma narsa, qaranglar, chiroyli narsalar ekan. O'zi ham suvenir sotib olishga butun dunyo bo'ylab sayohatchilar kelgan. Qaranglar, har xil chiroyli narsalar. Asosan suvenirga mana Santa Claus Holiday Village qaranglar, Finlandiya bayrog'i. Xullas, butun dunyo bo'ylab hamma aynan shu qish faslida, dekabr, yanvar oylarida kelishadi. Nimaga? Hamma severniy siyaniyani, yog'dusi aurora deydi, ko'rgani kelishadi. Juda ham chiroyli bo'ladi deyshadi, lekin hali biz kecha yetib keldik, ko'rish nasib qilmadi. Xudo xolasa ko'ramiz degan umiddaman. Buni ham qo'ylab yurishinglar kerak ekan. Bitta joyda turmas ekan. Har xil shaharlarda ko'rinadi. Prognozi bo'lar ekan. Shu shaharda ko'rinishi mumkin, bu shaharda ko'rinishi mumkin degan. Men qarab, xudo xolasa harakat qilamiz. Mashinani parkingga nariga qo'ydim-da, mana Santani shoppingga kirib chiqdik. Yana bunaqa zdaniyalardan ko'p ekan, juda ham mana bu yoqlarga endi aylanamiz. Travelchilar, oxiri odam bunaqa sovugan sekin o'rganishni boshlaydi ekan. O'zi sal odam o'rganib qoldi, ozgina.
boshda sekund turolmayapti. Nima aytmoqchiman? Hamma yoq oppoq, hamma yoq qor. Bu asli bo'g'ili olib ketyapti hali. Yur. Daryodan borib ko'ramiz. Voy. Ming marta zo'rlasang ham hayotda chiqmayman. Chunki chiqqandan keyin 80 soat turish kerak. Xullas, travelchilar hamma yoq oppoq bo'lganini hisobiga mana shu uylarning rangini boshqacha rangga bo'yashadi. Spesiallashtirib odamni depressiyaga kirib ketmasin, odam qiynalib ketmasin deb. Mana yonida ekan, mana qara. Vo. Travelchilar ham bunaqa joylarda narsa pishirishga olov yoqib qo'yishibdi-da, sotib olib o'zingizlar pishmaganini sotib olib o'zingizlar pishirsanglar bo'lar ekan. Ustidan kolbasa, malbasalarni endi halol bo'lmagani uchun biz olmadik. O'zimiz bilan kolbasalar olmagan ekanmiz. Mana qaranglar. Mana bunaqa joyda sinib olsanglar ham bo'ladi. Shu kolbasalarni ham mana bunaqa joylarda sotib olib yesa ham bo'lar ekan. Travelchilar. Mashinaga bitta odam chiqishi 140 euro ekan. Общий turini aylantirib kelishi 140 euro, ikkalamizga 280 euro. Hayotda chiqmayman. Lekin chiqaylik deb yeyani. Oho. Xotinning gapiga kirib, to'g'risini aytsam, ozgina kasal bo'lgan edi, mazasi yo'q edi. Qo'yningga qarab bilsang bilarsan. Yomonmizlar ketolganlik. Xullas mana ketyapmiz. Otini nima dedi buni? Bir balo dedi otini. Mana Alellani o'zini ismi bor ekan, bular qo'yishgan. Falonchi bu sizlarni olib yuradigan anaqani otib falonchi deb tanishtirdi deb sizga. Xullas ketyapmiz. Qara necha bo'ldi soat? Travelchilar hali qorong'i tushgani yo'q, necha? Mana 3:40 minut o'tdi, уже qorong'i tushib bo'ldi bu yoqda. Bitta narsa. Men Arktika chegarasiga kirib kelyapman. Travelchilar mana Arktika chegarasi, mana ko'rib turibsizlar. Arktika chegarasida top qadam bosib o'tdim bo'ldi. Men уже Arktikadan o'rtoqlar. Qalay bo'lyapti. Bu yog'i juda ham sovuq ekan. Qaytib o'tib oling. Bo'ldi, Arktikadan qaytib keldim, salanaqa bo'lib qoldi. Bilib qoldim. Travelchilar, Finlandiyadagi
Laplandiyadagi muzli g'or deydi. Muz qasri ichiga kirdik. Sizlarga muzli qasrni ham ichini ozgina ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ko'rib turganinglardek bu yoqda hamma narsa muzdan yoki qordan yasalgan. Vроде бы lekin ichidan baribir betoni bo'lsa kerak. Chunki sirkulyatsiya bo'lishi uchun baribir ikkita joylarda havo o'tadigan joylarni tashib ketishgan. Kelinglar aslida bunaqa joyda bemalol o'tirib, choy ichib, maza qilib, gaplashib o'tirsanglar bo'ladi. Travelchilar, bitta narsada odam sovqatib ham baxtli bo'lishi mumkin ekan. Men sovqatib yashaydigan odamlar baxtli bo'lmaydi deb o'ylardim-da. Baribir ana odam ko'nglida anaqasi bo'ladi deb o'ylardim. Qaranglar, vashshi suvda ham odamlar to'ksiz, gazsiz, o'ziga o'zi bir narsalarni qilib, mayli hozirgi kunda-ku yaxshi aniq tok orqali isitish bor, baribir bir narsalarni yo'lga qo'yishgani zamon zayli bilan kuchayib, elektr energiyani ko'proq ishlab chiqarib, bir narsalarga erishishgani, lekin o'rtoqlar shu paytgacha bular qanaqa qilib yashagan ekan deb meni shu savol qiziqtirdi. Suvda qanaqa qilib, suv kunlarda ular qanaqa jon kechirgan ekan. Faqat yeyotgan narsasini ham ko'rsanglar, demak ular yozda g'amlashib, qishda keyin o'shani yeb borishgan bo'lsa kerak. Endi Yevropa to'g'ri tarixini hali juda ham ko'p bilmaganmiz. Xudo xolisa yana ko'rib bilganlar balki o'z kommentariyada yozib ketadi. Bilmaganlar menga o'xshab qo'shilishib o'rganadi. Travelchilar sayohatda davom etamiz keyingi holgacha. Bolalar ham kirib qiziqib, bolalar maza qilish uchun bunaqa joylar ham qo'yishgan. Kosmik kemani qara, Sami Yusuf o'g'lim bo'lganda maza qilardik. O'g'lim ko'rasizmi? Sami Yusuf o'g'limni deb YouTube'ga video ololmay, to'g'risini aytsam, chunki YouTube'dagi sayohat videolarini Sami Yusuf o'g'lim ko'rish yaxshi ko'radi. Keyin o'ylab qarasam, YouTube'dagi videolar, sayohat videolar YouTube orqali baribir esdalik bo'lib qoladi. Instagramda baribir qolib ketadi. Sizlar ko'ramiz. Bu nafaqat sizlar uchun, nazar qo'yishingiz uchun. Kelib o'tib, balki bolalarimga, farzandlarimga, nevaralarimga borgan joylarimni qisman ko'rsatib berishim uchun YouTube'ga saqlayib qilib, YouTube'da qoldiraman. Hammaga o'zi oilasi, farzandi, bola chaqalari bilan shunaqa yaxshi joylarga, Allohning yeri bu ham, Allohning yaratgan yerini hamma burchagiga borishi, eng chiroyli manzil makonlariga borishi nasib qilsin deb qolaman. Endi shu bilan sayohatimiz davom etadi. Keyingi kadrlarni ko'rasizlar. Bugunga menimcha yetarli bo'ldi kadrlarim. Endi sevimli Siyaniyani kuylashimiz kerak. Travelchilar, uydan chiqib ketyapmiz. Boshqa shaharga ketyapmiz safarga. Xudo xolisa, mashina parkovka shotga qo'ygandim. Mana bu bitta biz yashagan uy. Juda ham shinam, yaxshi. Kim agar bu uyga olmoqchi bo'lsa, yana arendovat qilib, menga o'xshab samostoятельный turizm bilan kelmoqchi bo'lsa, Kamina kamptarini yopiq kanallariga a'zo bo'lsanglar, Abdurasulov Travelchi yopiq kanaliga a'zo bo'lsanglar, har bitta borayotgan joyimni lokatsiyasi, borayotgan joylarimni, uylarni bronировать qilishi, arendovat qilishi, linklari, hamma narsasini yopiq kanalimizda samostoятельный turizm bo'yicha o'rgatadigan bilimlarimiz orasida tashlab ketaman. Kirib, o'zingizlar ham ko'rib, o'rganib, shu darsliklardan foydalanib, menga o'xshab o'zingizlar ham sayohat qilib yurishinglar mumkin. Bu yoq bo'lsa, ko'rib turganinglardek, mana qishloq davom etib ketadi, lekin uylariga bitta narsasiga qoyil qoldim, o'rtoqlar. Izolyatsiya shu darajada kuchli va hamma narsa elektr bilan isitiladi. Chunki bu yoqda prirodniy o'zi gaz yo'q, neft, bunaqa aholiga beriladigan neft yo'q. Xullas,
ko'rib turganinglardek uylarni hammasini shunaqa holatda isitiladi. Keyin yana bitta narsani inobatga olinglar. Mashinalarda kelganinglarda Finlandiyada 24 soat, ya'ni mashina harakatlanayotgan holatida 24 soat faralar yoqib qolish kerak. Bundan tashqari men hozir bitta obdon oynalarini tozalab oldim. Oynalarni tozalab olib, bunaqa faralarni ham ozgina tozalab qo'yishinglar kerak, deb bo'g'ilib qolish kerak emas. Endi bo'lsa, xudo xolisa safarda davom etamiz. Trailchilar sizlarga Finlandiya, Skandinaviya davlatlarini ko'rsatishda xudo xolisa yana harakat qilaman. Yaxshi yo'llarda ko'rishguncha, shu yerdan turib, yaxshi niyat qilib, kim kelgisi kelsa, Finlandiyani ko'rgisi kelsa, mashinalarni ko'rgisi kelayotgan bo'lsa, Alloh sizlarni ham yetqizsin deb amin deb qo'yaman. Duo qilib qo'yaman. Sizlar ham u yoqdan turib, oynayi jahon ortidan ko'rib turgan bo'lsanglar, sizlar ham duo qilib qo'yinglar. Amin. Sizlarni ham shunaqa eng chiroyli, Allohning eng chiroyli manzil makonlariga yetkazsin. Finlandiyada Severniy Siyaniyaga yetib keldik. Bitta uy olganmiz, ko'rib turganingizda. Mana shu uyni oldik. Narigi boyagi uydan chiqib ketib, yangi bu uyga yetib keldik. O'rtoqlar, to'g'risi bunaqa ощущениyani $1,000,000 ham bera olmasa kerak. Alloh shunaqa yaratib qo'yganiga men hayron qolyapman. Sayohat odamni Allohga yaqinlashtiradi, chunki bunaqa mo'jizalarni ko'rib vashsha hayron qolasizlar. Hozirlarga o'zinglarga ko'rsataman. Qaranglar o'rtoqlar. Prямо osmonda. Mashalloh. Allohim yetkazganingga mindan ming shukr. To'g'risi ko'zimga yosh kelyapti. Avvalambor mana shunaqa joylarga yetkazganiga Allohga ming qattiq shukr. Million marta behisob shukr. Ota-onamga rahmat. Shu kungacha shu tarbiyani bergan. O'rtoqlar, qaranglar. Uy tepasida balki sizlarga yaxshi ko'rinyapti, yaxshi ko'rinmayapti. Lekin ishon gap topa olmayapman to'g'risi. O'rtoqlar, qaranglar. Ming qattiq shukr. Kim agar yaxshi niyat qilgan bo'lsa, ularni ham yetkazsin, sizlarni ham yetkazsin. Ko'ringlar, shodlansizlar. Bu Yevropeychilik ham yashash qiyindek, ko'rasizlar. Hamma kreslolarni qo'yib qo'yib, eski lekin tak uyut beryapti deb ikkinchi etajni hozir ko'rsataman sizlarga. Bu yerda bo'lsa kamin, oka sovqatib qolmaylar deb tashqarida -40 daraja, lekin sovqatib qolmaylar deb mana kaminni yoqib ketibdilar, o'tin berib qo'yganlar. Endi sizlarga tashqarini ham hozir ko'rsataman. Bu yerda endi bitta choy ichib olamiz, xudo xolisa. Ayolim tuxum qo'rib beradi. Bu yoqdan endi mana ikkinchi etajga chiqish o'rtoqlar, sizlarga ko'rsataman. Ko'pchilik sayohatlarga borganda qo'rqmaysizmi, qo'rqinchli emasmi deb aytishadi. Hozir 05 ga qo'ydik. 05 da sal qorong'i ko'rinar ekan, 1 da qo'yilganmiz. Hop. Ko'rib turganinglardek, bunaqa narsalar ham qo'yib qo'yishibdi. Televizor. Bu yerda king size spalni. Bu yerdan bo'lsa mahalla ko'rinib turadi. Mana mahalla ko'rinib turadi. Bu yerdan bo'lsa o'rtoqlar ana Severniy Siyaniya ko'rinib turadi. Hozir ko'rsataman, hozir qaranglar. Bu yoqdan bo'lsa, agar bolalar bilan kelib qolsa, bitta detskiy anaqa ham bor ekan. Bundan tashqari parking mashinani qo'yganman. Endi bitta Severniy Siyaniyani bitta ko'rsatdi. Tasavvur qilsizlar, men bitta yotib uxlayapsizlar, lekin bitta Severniy Siyaniya ko'ryapti. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, qaranglar.
travelchilar sayohatlardagi qiziq narsalardan biri bu uy olsanglar, shunaqa uylarda o'zingizlar ovqat pishirib yeyishinglar. Men ayolim bilan kelganman, doim shef povrim o'zim bilan mana tuxum qo'rib berdi. Srazu imamnaqa охотничий kolbasalar. Keyin qayerga borsam o'sha joyi kolasini ichib ko'raman-da. Oldinlari Shvetsariyani kolasini ichib ko'rsatgandim, agar esinglarda bo'lsa, boshqa videolarni ko'rgan bo'lsanglar. Bu bo'lsa Finlandiyani o'zini kolasi ekan. Mazasi juda ham yoqdi menga. Kim kelsa, ko'rsanglar, olib ichib ko'ringlar, xudo xolisa. Endi mana bu narsaga keladigan bo'lsak, bu qotgan non meni har doimgi safarlarimda yonimda birga yuradigan rezervnoy nonlarim. Bu bo'lsa Toshkent lipyoshkasi. Toshkent yopgan noni. Bunisi bo'lsa bo'lka nonni qotirilgan. Yoqimli ishtaha o'rtoqlar. Shunaqa kimga mana shunaqa bir severniy siyaniyada mandaqa o'tirib, shunaqa oddiygina bo'lsa ham bir boshqacha aurada ovqatlanib o'tirishi xohlaydiganlar bo'lsa, xudo xolisa yopiq kanalimizga a'zo bo'lsanglar, yopiq kanalimda mana shu uyni ham linkini qoldirganman. Bu uyni ham bron qilib Finlandiyaga kelganinglarda o'zingizlar qanaqa bron qilishni o'rganib, shu uyni bron qilib, o'zingizlar bemalol kelib menga o'xshab choy ichib ovqatlanib yashasanglar bo'ladi. Yashab ko'rsanglar bo'ladi. То есть bu bizani sayohatlarimiz hech qanaqa tur agentство emas. Sizlarga bir tur o'rgatmayman, tur sotmayman. Faqat o'zingizlar samostoятельный sayohat qilishinglarni yopiq kanalimiz orqali o'rgatamiz. Yopiq kanalimizga a'zo bo'lib, men borgan joylarimni orqasidan sizlar ham borsanglar bo'ladi. Ya'ni borayotgan joylarim hammasini, silkasini, borayotgan joylarim lokatsiyasini, qanaqa qilib oldim, qanaqa olinadi, hammasini video darsliklarini qoldirib boraman. Bemalol a'zo bo'lishingiz mumkin. A'zo bo'lish uchun ikki xil usuli bor. To'lov-to'lab a'zo bo'lishingiz mumkin yoki-da O'zbekiston hududida agar imkoningiz bo'lmasa, butun dunyoda xohlagan joylarda agar imkoniyat bo'lsa O'zbekiston hududida bitta dona daraxt ekib, travelchi nomidan deb duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Ya'ni travelchiga bag'ishlasanglar bo'ldi. Hammaga rahmat, ko'rishamiz. Bu Finlandiyadagi uyimizni kunduzgi kungi ko'rinishida sizlarga ko'rsatib beraylik. Bu yerda ko'rib turganinglar-da mana ochuv dala. Prямо ochuv dala. Qaranglar. Kecha mana bashdan kechqurun severniy siyaniyani ko'rdik. Qutub yog'dusini ko'rdik. Xullas, uyga gap bo'lishi mumkin emas. Men hayotimda kelgan uylar bo'yicha eng katta keng Yevropadagi ijaraga olgan uylarimdan eng katta kenglaridan, zo'rlaridan ekan. Maza qildik o'zi ham. Chunki severniy siyaniyani ham shu yerda ko'rdik. Bu yoqlarni tomosha qildik ham. Mashina parkovka qilingan. Yoshni qaranglar. Mana. Salgina ko'ryapti. Xullas travelchilar maza qildik. Kim agar aynan shu uyga kelmoqchi bo'lsa, ya'ni shu qishloqdagi shu uyga kelmoqchi bo'lsa, yopiq kanalimga har doimgidek havolasini qoldiraman. Juda ham zo'r ekan. Tavsiya qilaman. Travelchilar, o'zi erkak kishi bilasizlar unaqa hissiyotlar berilmaydi-yu, lekin ertaknamoq joy ekan o'zi. Ertaga o'xshagan uy ekan. Bu yerga yozda kelsanglar ham zo'r ekan, nima qaranglar. Hozir ko'chasi mana qor, hamma yoq qor qoplanyapti. Uy chiroyliligini qaranglar, mashalloh. Mana shu katta territoriyada bratim bitta o'zlari yashirganlar. Hamda o'tinlari bor, mana qishga g'amlab qo'yganlar. Uy ichida kamin bor, maza qilib issiqqina o'tirdi. Hamini ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zlariga og'ilxona deydi-yu eskilarimiz. Bu yerda snigoxodlari turibdi o'zlariniki bratda. Endi bu yoqda ochiq dala, hamma yoq mana ochuvdan ochuv. Snigoxodda yurmasalar ham bo'lmaydi-da, bratim. Nimaga desanglar, uy egasi snigoxodda yuradi, bu bitta o'zi yashaydi, u katta territoriyada. Endi har xil narsa bo'lishi mumkin. Tulki, bo'ri kelib qolishi mumkin. Endi haskilarning vatani bu yoq, haskilar ko'p bo'ladi. Lekin haskilar qo'lga o'rgatilgani bilan yovvoyi bo'ri, ayiq ham bo'lishi mumkin. Bo'g'lar ham, alenlar ham, ular ham xavf tug'dirishi mumkin. Uylarida hamma xavfsizlik qilib qo'yilgan. Yozgi kuni kelsanglar ham maza qilasizlar o'rtoqlar. Zo'r joy ekan. Mabodoga inobatga olib qo'yinglar. Norvegiyalik tepasidamiz. Travelchilar. Endi yo'lga chiqamiz, xudo xolasa. Ketdi. Yana 3,5 soatlik
yo'lga ketamiz. Alta shahriga, Alta qishlog'iga. Ayolim bo'lsa hech ketgisi kelmayapti. Uyga qaranglar. Endi bu unaqa uydan kim ham ketgisi keladi? Haqiqatan chiroyli ertakligida uyda. Bismillah. Yo'lchilar, xohishoninglar, xohishonmanglar. 35 minus gradusda hali 152 kilometr yana to'g'riga yurishim kerak edi. Keyin qaylaman 152 kilometr faqat to'g'riga. Lekin shunaqa yo'ldamanki, na oldimda mashina bor, na orqamda mashina bor. Yo'l muz. Bilmayman, odamlarni trakchilar $10,000, $20,000 bersa boradigan, o'shanda ham o'ylab ko'rib, "Yo, menga u yoqqa ishonmang" deydigan trakchilar bo'ladi-yu. O'shanaqa riskovatni qilib men ketolmadim. Sizlarga Severnisaniyani hozir yana borganda undan ham zo'r ko'rsatib berish uchun, Severnisaniyani yana ham kuchli ko'rish uchun Norvegiyaga qarab yo'l olganman. O'rtoqlar, lekin qattiq riskovat qilganman, Alloh saqlasin. Juda ham yo'limda yana bo'rilar, bir narsalar chiqib qoldi, to'xtab o'tkazib yubordim. Atak yo'lni mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, hozir ko'rsatib beradi operatorimiz. Mana eng qizig'i o'rtoqlar, hozir soat obedga 2:30 bo'ldi. Ya'ni kunduzgi 2:30 bo'ldi mana soat. Tasavvur qilsam bu yo'laga quyoshimdan yetib kelmaydimi, tavba qildim. Xullas juda ham yurtimdan, vatandan ancha uzoq joylardaman. Alloh saqlasin. Eson-omon manzillarimga yetib, o'rganganimni o'rganib, sayohatimni qilib, hammaga ko'rsatib berish nasib etsin. Amin. Ya Allah. Buna qaranglar. Voy, ko'rsatay. Yordam. Voy, prям tepamizda. Tepamizda prям. Travelchilar, Altada qolgan otelimizni men sizlarga ko'rsatib beraylik. Voy, mashalloh. Voy, vashshe chiroyli-yu. Kechquruncha bilinmaganda. Ko'rayotganinglarda bu yoqda minus 30 gradus, 35 gacha maksimum. Shu sababdan muzlamagan. Mana suv ko'rayotgan bo'lsanglar muzlamagan. Boshqa yo'llarda уже muzlab qolgandi yo'lda ketayotganimizda. Bitta narsani yana inobatga olinglar, qaranglar. Krugon mana oyna qilgani, otellar, o'zi uylar. Qoyil qoldim men bularni. Ham uy izolyatsiya qilingan, hamma yoq izolyatsiya qilingan, ham oynalar mana qo'limni olib kelib turman, muzdek urmayapti-da. 2 qavat oyna ekan. Endi bularni baribir mexanizmlari, umuman profillariga gap bo'lishi mumkin emas, zo'r profilda ishlatilgan. Bu xonadan ko'rinishida emas, sizlarga ko'rsatayda, qaranglar. Bunaqa rangli osmonni men o'g'il bolaga hech qayerda ko'rmaganman. Ko'rib turganinglardek, nariyog'i mana голубой sifat, tepasi rozoviy, fioletoviy. Hozir soat ertalabki 10 o'rtoqlar, zavtrak qilib, nonushta qilib chiqyapmiz. Vashchi qoyil qoldim. Yo'lchilarni qaranglar. Tozalangan qorlarni dengizga, okeanga to'kishar ekan bular. Travelchilar, mashinani qo'ydim. Endi ko'rib turganinglardek yana safarda davom etamiz. Altani bitta aylanib ko'ramiz. Endi minus 40 dan kelganimizga, o'sha bu yoqda minus 25, minus 28. Bularni cho'ta priznovat qilmayapmiz.
Sizlarga nima aytmoqchiman? Altani endi aylanamiz, xudo xolisi. Hozir bitta dengiz bo'yiga borib, sizlarga ko'rsatib beraman-da, chiroyli joylarni ko'rasizlar. Bu turgan mehmonxonamiz, doimgidek yopiq kanalda linkini qoldiraman mehmonxonani. Bunisi bo'lsa Alta qirg'oq bo'yi. Hozir mana shunaqa chiroyli manzaraga bitta boramiz. Yo Alloh. Havo harorati minus bo'lishiga qaramasdan suvning harorati havoga nisbatan issiqroq bo'lgani uchun ko'rib turganinglardek suvdan par chiqib turibdi o'rtoqlar. Juda sovuq bo'lishiga qaramasdan par chiqib turibdi o'rtoqlar. Yana qor to'kib ketdi, Kamaz kelib. Qaranglar, yana ham qizarib ketdi agar sizlarga sezilayotgan bo'lsa. Eshak deydi. Mana bu uyga qaranglar. Travelchilar. Helsinkiga yaqin bitta qishloqqa keldim. Helsinki orqali bo'ldi O'zbekistonga qaytib ketaman, lekin Helsinkida ham 1 soatlik yo'l manzil bo'lgan joyda bitta qishloqdan uy oldim-da. Bunaqasi men o'zimda ham birinchi marta bo'lyapti. Qayerdan topaman bunaqa uylarni? O'zim ham hayronman, qaranglar. Mashinani qo'ydim parking, mana bu sauna. Mana bu biratda o'zlari yashaydigan uylari, uy egasi. Mana bu domikka arendaga beradilar. Tasavvur qilasizlar? Saunadan chiqib shunday qorga tashlaysizlar. Unisi ham mayli, uni ham chetga qo'yib turinglar-da. Mana bu yerda ko'l bor. Ko'l hozir muzlagan. Yozda kelsa ham vahshiy takoy bo'ladi. Ko'l bor. Bu yog'ini qaranglar. Bu yog'i o'rmon o'rtoqlar. Men o'zim bu yoqqa kelayotganimda ham o'rmon, mana hamma yoq polni o'rmon. Men kelayotganimda voy eshak, o'rmonning ichidan kirib kelyapman. Qayerdan topaman bunaqa uyni deyapman o'zim. Bunaqasi o'rtoqlar kinolarda bo'ladi, to'g'risi. Ishoninglar. Alhamdulillah. Kinoda yashayapman shekilli. Sizlarga ham nasib qilsin. O'sha gap mabodoga yopiq kanalimda buni qanaqa kelish mumkinligi, qayerdan olganim, buni manzili, lokatsiyasi, ya'ni bron qilish linkigacha bor. O'zingizlar kelsanglar bo'ladi. Faqat yopiq kanalga a'zo bo'lishingiz. To есть yopiq kanalga a'zo bo'lish uchun Instagramimga kiringlar. Mana Instagramim Abdurasulov Travel. Kirib direktga Travelchi, men yopiq kanalga a'zo bo'lmoqchiman deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Yo'g'i, keyin Travelchidan, adminlardan sizlarga javob beradi. Travelchilar, ertalabki tong, xudo xolasa, bir aylanishli joy bo'lib turibdi. Naryoqlar ko'l. Sizlarga ko'rsatib beraman. Undan oldin har doimgidek nimaga sayohatlarda men uy olaman hamda ayolim bilan yuraman. O'zi bitta narsada eng zo'r sayohatchiga eng zo'r sherik bu ayoli turmush o'rtog'i bo'ladi. Chunki anaqa zavtraklarni tayyorlab, ertalabdan uyga hissiyotini beradi. Yana chet elda ham Finlandiya Helsinkida ham hozir O'zbekistonda yashagandek, umuman Helsinkida yashayotgan odamdek maza qilib yashaysiz. Bu yerda bo'lsa hozir ayolim zavtrak tayyorlabdi, qani.
aytgancha 14-yanvarga tayinlagan o'rtoqlar. Bitta narsani hisobga olaylik. 14-yanvarga tabriklab, menga rossa bir chiroyli anaqa sovg'a berdi. Klassika, vechniy. Butun O'zbekiston, menimcha SNG hamma shunaqa sovg'alar bilan bugungi 14-yanvar kuni, sizlar qaysi kunda ko'ryapsizlar bilmayman, lekin 14-yanvar kuni O'zbekistonda butun juda ham xursandmiz. Naski podarka qilishdi. Rahmat senga. Travelchilar, endi sizlarga uyni bu yoq qismini ham ko'rsatmoqchiman-da. Ko'rib turganinglardek, bu yoqda ko'l bo'ladi. Sizlar endi xudo xolisa balki yozda kelarsizlar. Yozda kelsanglar ham ko'l bemalol maza qilib tomosha qilsanglar bo'ladi. Bu yoq tomonida bo'lsa, hozir sizlarga saunani ko'rsataman. Qaranglar. Hoppa. Mana sauna. Saunani qaranglar. No, taxtani hidi kelib turibdi, tog'a. Bu yoqda o'zini o'tiradigan joyi bor. Bu yoqda bo'lsa sauna bor. Mabodo. Xullas, travelchilar, hammaga xayrli sayohatlar. Travelchilar, Alloh yaratgan yerni, Allohga tegishli bo'lgan yerni eng chiroyli manzil makonlarida ko'rishguncha hammanglarni sayohatlarda, chiroyli joylarda borganinglarda, men borgan joylarda, sizlar ham borganinglarda bir marta meni eslab duo qilib qo'yishinglarni so'rab qolaman xolos hammanglardan. Yo'lchilar, shu bilan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Faqat mana shu eskalatordan eson-omon chiqib qolsam bo'ldi, chunki qor yog'ayotganda ehtiyot bo'linglar. Tepalikdan bitta tezlik bilan kelib chiqib olish kerak ekan. Kechagina sal qiyshayib ketib qoldi. Xullas, nima demoqchiman? Xayrli safarlarda, Allohning yaratgan eng chiroyli manzil makonlarida ko'rishguncha xayr hammanglarga. Sayohatlarimiz hali YouTube'da, Instagramda xudo xolisa davom etadi. Ko'ringlar, like bosinglar, xohlasanglar kommentariy yozinglar. Unaqa narsani so'raymiz, o'zingizlar просто от души qilsanglar bo'ldi. Hamma bilan yaxshi kunlarda ko'rishguncha.